Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun ushbu roligimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz ushbu Gazel sotiladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, motor yaqinda remontdan chiqqan. Mashinaning uzunligi 5 metr 30 sm, eni esa 2 metr 8 sm deb ma'lumot qoldirishgan. Balonlar ham yaxshi holatda, mashina ishga tayyor. Narxi $12,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa Gazel Business sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Uzunligi 5 metr 20 sm, eni esa 2 metr 6 sm, bo'yi esa 1 metr 30 sm deyishmoqda. Razvedkalar ham bor. 6 ta balon yangi, 4 ta diska yevro deyishyapti. Motor hadovoylar yaqinda remont qilingan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa $14,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir Gazel Business sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada. Motor, korobka, hadovoylar ham zo'r holatda. Mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q. Ishga tayyor holatida ma'lumot qoldirishgan. Manzil Namangan viloyati. Narxi esa $12,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta, batafsil ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa furgon Gazel Business avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holat a'lo darajada, ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida, balonlar ham deyarli yangi deyishmoqda. Motor, korobkalar ham zo'r. Narxi $150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel Business avtomashinamiz sotiladi. Holati yaxshi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, motor sotka, ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida. Batafsil ma'lumotlarni yana telefon orqali gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Jizzax viloyati. Narxi esa $150 million so'm aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel Business. Ushbu texnikamiz ham 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holat yaxshi, motor sotka, rasxoti yo'q, 6 ta balon yangi, resor 53 niki, komplekt usulini deyishmoqda. Qo'shimcha radiatorlari bor, razvedkasi ham bor. Ishga tayyor holatda, noldan yig'ilgan mehr berib deyishyapti. Narxi $12,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Navbatda esa Samospal Isuzu avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, balonlar ham yaxshi, motor, korobka, hadovoylar ham zo'r deyishyapti. Narxi $270 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Samospal Isuzu 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, avtobusdan yig'ilgan variantidan deyishmoqda. Demak, most va resorlari Guzovoyniki, ishga tayyor, metan gazlar ham bor deb ma'lumot qoldirishgan, balonlar ham deyarli yangi. Narxi $26,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatini kutib turgan texnikamiz ham Samospal Isuzu 2013-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 252,000 km deyishyapti. Holat yaxshi, turbina motor, mashina ishga tayyor, xarajati yo'q. Narxi $28,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, albatta videoga like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa albatta yana davom etamiz. Biz esa navbatda yana bir Guzovoy Isuzu avtomashinamiz sotiladi. Ishga tayyor holatda, 2021-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy radno holatda. Motor, korobkalar hali ochilmagan. Narxi $70,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda esa MAN avtomashinasi sotiladi. Holati yaxshi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, motor Isuzu motor deyishyapti. Korobka 8 talik. Metan gazlar ham bor, hujjatlar ham joyida, ishga tayyor holatda. Narxi $40,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatdagi avtomashinamiz Isuzu Vadovoz. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan. Mashina noldan ko'rib chiqilgan, hech qanday xarajat qolmagan, kapitan remont bo'lgan deyishyapti. Narxi $260 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu Vadovoz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, mashina yaxshi holatda, ishga tayyor, noldan terib chiqilgan, hech qanday kamchiligi, muammosi qolmagan, balonlarini ham yangi qo'yilgan, metan gazlar ham bor deyishmoqda. Demak, narxi $260 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Demak, navbatda yana bir Isuzu Vadovoz avtomashinamiz ham albatta sotiladi. Holat yaxshi, ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, avtobusdan yig'ilgan deyishyapti. Mashinani har bir joyi qarab chiqilgan, hech qanday kamchiligi qolmagan deyishmoqda. Narxi $275 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan.
Akalar, bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Agar sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat bizga bog'lanishingiz mumkin. Ushbu videoga esa like tugmasini bosib, qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang.